Alloh taolo Qur'oni Karimda ham, hadis-i shariflarda ham ota-onaga yaxshilik qilishlikka buyurgan. Ulamolarimiz aytadilarki, dinimizda buyurilgan har bir amallar albatta musulmon kishiga manfaati bor deb aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda Isro surasi 23-oyati karimasida shunday marhamat qilib aytadiki, Robbingiz uning o'zigagina ibodat qilishingizni hamda ota-onaga yaxshilik qilishingizni amr etdi deydi. Demak, oyati karimadan ma'lum bo'lmoqdaki, har bir inson albatta Alloh taologa ibodat qilishlik bilan bir qatorda ota-onasiga ham yaxshilik qilishlikka harakat qilishligi kerak. Hadislardan birida Anas ibn Malik roziyallohu anhu rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taolo qaysi bir bandani umri uzoq bo'lishligini va rizqi keng bo'lishligini xohlasa, ya'ni o'sha bandani xursand qiladigan bo'lsa, bas o'sha inson ota-onasiga yaxshilik qilsin va qorindoshlari bilan aloqasini bog'lasin deydilar. Imom Bayhaqiy rivoyatlari. Albatta har bir farzand kecha kunduz ota-onalarimiz bizlarga qandaydir bir vazifani buyurgan bo'lsalar, hech qachon malollanmasdan joni dilimiz bilan, ixlos bilan, savob umidida albatta uni bajarishlikka harakat qilishimiz, shu bilan birgalikda albatta ota-onamizning duolarini olishlikka ham harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Abu Hurayra rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, 3 ta duo borki, albatta Alloh taolo uni hech qanday shubhasiz qabul qiladi deganlar. Birinchisi ota-onani farzandini haqqiga qilgan duosi, ikkinchisi musofir bo'lgan insonning duosi va uchinchisi esa mazlum bo'lgan kishini duosi deb aytganlar. Mana shunday ekan azizlar, har birimiz avvalambor o'zimiz va qolaversa farzandlarimiz ham ota-onamizga kecha kunduz yaxshilik qilib, ularga bor mehr muhabbatimizni ko'rsatib, ularni shu dunyoda roziliklarini olib va jannatni qo'limizga kirgizib olishligini Alloh taolo hammamizga nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.